Mana bu 100-100 kelgan holatda Yerke bilan biroz bo'yi uzunroqdek ko'rindi. Lekin bu chalg'ituvchi holat bo'lishi mumkin. Optik illyuziya ham umuman jarayonda ko'rib olamiz. Xo'sh. Roofbox All Stars promotorlik kompaniyasi kecha va markaziy jang ringdagi 3-shaxs Sobir Hakimov xalqaro toifadagi hakam. Aynan u jangni boshqaradi. Yerke bilan jeb bilan boshladi chap qo'lda. Nikolin kuzatyapti jarayonni. Yana jeb Nikolindan. Yerke bilanning zarbalarini ko'ryapsiz. Bunisi havoda qolib ketdi. Xo'sh. Chap qo'l. Yerke bilanning zarbasi kuchli chiqdi. Va mana bunday zarbalar e'tibor bering. Yerke bilan. Knockdown holati. Xo'sh. Yana bitta bo'ldi menimcha. Bo'ldi. 3-nuqta tegishini ham kutib